هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Fajr tefsiri 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Fajr suresi 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Fajr Mekke'de nazil bo'lgan 30 ayet. Sure Fajrni namazda qiraat qilish to'g'risida Nasa'i Jabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muaz namozga turdi. Bir kishi kelib Muazga iqtido qildi. Muaz namozni bek uzartib etdi. Shuning bilan u kishi masjidning bir tarafiga berib namozni o'z yolg'iz o'qib qaytib ketdi. Bu xabar Muazga yetdi. Muaz munofiq dedi. Bu xabar Payg'ambar alayhisalomga yetdi. Payg'ambar alayhisalom eliq kishidan uning nima uchun shunday qilganligining sababini so'radi. U kishi: "Ey Allohning payg'ambari, men uning bilan namoz o'qiy deb kelgan edim, lekin u namozni bakmi uzatib etdi. Shuning bilan masjidning bir tarafiga berib namozni o'zim yolg'iz o'qib qaytib ketib, to'gamga halab etib berdim" dedi. Payg'ambar alayhisalom Muazga: "Ey Muaz, sen kishilarni fitnaga salamsan. Namozda A'la, Shams, Fajr va Layl suralaridek qisqa suralarni o'qisang bo'lmasmidi?" dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Subhi bilen Zulhajjının dastlabki 10 kechisi bilen, Qurbanliq kuni bilen, Harb kuni bilen, kainatning ajoyib harakati bilen o'tgan kecha bilen qasamki, kafirlarga cho'qim azob qilamiz. Aql egisiga buningda, ya'ni yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? Rabbingning Ad kuchlik Eramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yoritilmagan edi. Shuningdek, Vadi Qurada toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazoladi? Shuningdek, qo'ziqlar egisi Fir'avnni qandoq jazoladi? Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Rabbing ularga qattiq azobni nozil qildi. Rabbing bandalarni albatta kuzatib turg'uchidir. Subhi va uningdan boshqa so'zlarning tafsiri to'g'risida. Subhi bilan Zulhajjining dastlabki 10 kechisi bilan, Qurbanliq kuni bilan, Harb kuni bilan, koinotning ajoyib harakati bilan o'tgan kecha bilan qasamki, kafirlarga cho'qim azob qilamiz. Masruq va Muhammad ibn Ka'b oyatdagi Alloh taolo qasam ichgan subhidan Qurban hayit kunining subhisi ko'z tutildi dedi. İbn Abbas, İbn Zubayr, Mujahid ve nurg'unlagan salaf ve halaf olimlari oyatdagi 10 kechidan Zulhajjining dastlabki 10 kechisi ko'z tutildi dedi. İmam Buxoriy Zulhajjining dastlabki 10 kechisining fazilati haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom mush kunlarda, ya'ni Zulhajjining dastlabki 10 kunlarida qilingan yaxshi amal ibodatlardek
Allah Ta'alaga söyümlük göründüğün yaxşı amel ibadetler yoktur, dedi. Sahabiler, Allah Ta'ala'nın yolunda kıygan cihatçı, dedi. Peygamber aleyhisselam, Allah Ta'ala'nın yolunda kıygan cihat mı, o günlerde kılıngan yaxşı amel ibadetlerdeki söyümlük emestir, dedi. Faqatla cini ve melini atab çıkıp, onundan hiç nemiz qaytib kelmegen kişinin emrila o günlerde kılıngan yaxşı amel ibadetlerden söyümlüktür. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Ahmed Cabir radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq degenligini rivayet qildi. Ayetdeki 10 keçisi degan so'zdan Qurban hit bar bo'lgan Zulhajjining dastlabki 10 kuni. Harp kuni degan so'zdan Arafat kuni va Qurbanliq kuni degan so'zdan Qurbanliq kuni ko'z tutildi. Bu hadisni Nasa'i rivayet qildi. Meningcha, ya'ni Abdur o'zini demakchidir. Bu hadisning tekstini Peygamber aleyhisselam'a tavba qilishda azroq masala bor. To'g'risini Alloh taolo bilguchidir. Qurbanliq kuni bilan Harp kuni bilan qasamki, bu oyatning ma'nosi yuqoridagi hadisda bayon qilinib o'tildi. Kechi degan so'zning bayoni to'g'risida. O'tgan kechi bilan qasamki, kafirlarga cho'qim azob qilamiz. Avfi ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi o'tib ketgan kechi bilan qasamki deganlikni rivoyat qildi. Abdullah ibn Zubayr bu oyatning ma'nosi bir qismi kelib, yana bir qismi ketgan kechi bilan qasamki deganlikdir, dedi. Mujahid, Abu Aliya, Qatada, Malik, Zayd ibn Aslam ve ibn Zayd qatorliqlar bu oyatning ma'nosi yürügen kechi bilan qasamki deganlikdir, dedi. Aql egisiga buningda, ya'ni yuqorqi narsalarda qanoatlanlik qasam bormi? Ya'ni bu oyatlarda aql egalari uchun qilingan qasam bordir. Bu ibadetning vaqtlari ve chin dilidan Allah Taolaga bo'ysunadigan, Allah Taoladan qo'rqadigan, Allah Taolaning oldida kamtarlik qiladigan ve Allah Taolaga bosh egadigan taqvodor bandalar Allah Taolaga yaqinchilik qiladigan haj ve namozlarga o'xshash ibodatlar bilan qilingan bir qasamdir. Allah Taolaning Ad qavmini halaq qilganligining bayoni to'g'risida. Allah Taala yuqorida mu'minlar va ularning qilgan taat ibodatlari haqida to'xtalgandan keyin bu yerda o'zining Ad qavmini qandoq qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Rabbingning Ad kuchlik eramni qandoq jazolaganligini ko'rmidingmi? Ya'ni bular Allah Taolaga bo'ysunishdan chiqqan, onun peygamberlerini inkar qilgan ve onun kitoblaridan tenib, haddidan oshgan zolim kishilardir. Allah Taala ularni qandoq xalaq qilganligini ve ularni kishilarga ibrat qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Rabbingning Ad kuchlik eramni qandoq jazolaganligini ko'rmidingmi? İbn İshaqning ko'z qarashicha, bular Nuh alayhissalomning o'g'li Samning nevrisi Eramning bolalari bo'lib, qadimki Ad qavmidir. Allah Taala ularga payg'ambari Hud alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Ular uni inkor qildi va unga qarshilik ko'rsatdi. Shuning bilan Allah Taala Hud alayhissalomni iman etgan kişiler bilen billa elip çıkıp ketdi ve Ad kavmini haddidan ziyade qattiq ve soğuk bo'ron bilen bir nima qo'ymay halak qildi. Bu vaqtda Allah Taala mundaq dedi.
Ad bo'lsa addidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzilmay opridi qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, Xo'mir daraxtlarining po'r ko'taklaridek yotganligini ko'rsan. Ulardan biror odamning qolganligini ko'ra olamsan? Allah Taala mu'minlarning ibrat elishi uchun bularning qissasini Qur'onning bir necha yerda bayon qildi. Allah Taala ularni o'zining Rabbingning Ad kuchlik eramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi degan oyatida kuchlik deb sifatladi. Chunki ular turiklar bilan egiz qilib qo'pirilgan yung uylarda yashaydi. Ular o'z zamonida qovul, gavdilik va eng kuchli kishilar edi. Shunga Hud alayhissalom ularga Allah Taalaning bergan bu ne'matlarini eslatgan. Hamda ularni Allah Taalaning ularga bergan bu ne'matlarini o'zlarini shundoq yaratgan Rabbiga itoat qilish yo'lida ishlatishga da'vat qilgan. Allah Taala Hud alayhissalomning ularni shuningga da'vat qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Rabbinglarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, baslik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ad bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Allah Taala bu surada mundaq dedi. Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Ya'ni kuch-to'ngirlikda, jismoniy qovullikda ulardek bir qavm azaldan yaratilib boqmagan. Mujohid Eram bo'lsa qadimki bir qavm bo'lib, ular qadimki Ad qavmi deb atalgan edi, dedi. Qatada İbn Daama va Suddi Eram bo'lsa Ad qavmining davlatining o'ylarining nomidir, dedi. Bu xeyli kuchga ega bir qarashdir. Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Ibn Zayd bu oyatdagi almashni boshqa yerga qaratdi va buning asosan oyatning ma'nosi ular Ahqof degan yerda boshqa shaharlarda paydo qilinmagan egiz turiklik uylarni soldi deganlik bo'ladi dedi. Ammo Qatada va Ibn Jarir qatorliqlar bu oyatdagi almashni qavmning o'ziga qaratdi va shuning asosan oyatning ma'nosi bundaq kishilar o'z zamonida yaratilmagan edi deganlikdir dedi. Bu qarash to'g'ri deb qaralgan qarashdir. Ammo Ibn Zayd va uning tarafdorlarining qarashlari bo'lsa ojiz deb qaralgan qarashdir. Chunki agar oyatning ma'nosi ular degandek bo'lsa, Alloh Taala boshqa shaharlarda paydo qilinmagan egiz turiklik o'ylar silindi deydi. Lekin undaq demasdan, balki bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi dedi. Shuningdek Vadi Qurada taşlarını kesip öylerini bina qilgan Samudni Allah qandoq jazoladi? Yani Vadi Qurada Qoram taşlarını kesip öylerini sağan Samud qavmini Allah Taala qandoq jazoladi? İbn Abbas bu ayetning ma'nosi Vadi Qurada Qoram taşlarını oyup teşip öylerini sağan Samud qavmini Allah Taala qandoq jazoladi deganlikdir dedi.
Bu vaqtda Mujahid, Qatada, Zahhak va Ibn Zayd qatorliqlarmu shundoq dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Xo'shal holda tog'larni teshib, uy yasamsizlar. Fir'avn to'g'risida. Shuningdek, qo'ziqlar egisi Fir'avnni qandoq jazoladi? Avfi ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi shuningdek, qo'l ostida uni kuchlantirib turadigan nurg'un askarlari bor. Fir'avnni qandoq jazoladi deganlikni rivoyat qildi. Aytishlar qaraganda Fir'avn askarlarni jazolamoqchi bo'lsa, ularning qo'l putlariga to'mir qo'ziqlarni qiqib, ularni qo'ziq bilan isib qo'yatdi. Mujahid, Fir'avn kishilarni qo'ziqlarga bog'lab qo'yatdi dedi. Bu vaqtda Said ibn Jubayr, Hasan va Suddi qatorliqlar shundoq dedi. Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Ya'ni u shaharlarda haddidan ishib, kishilarga azob berib, buzg'unchilik qildi. Rabbim ularga qattiq azobni nozil qildi. Ya'ni Alloh taolo ularga osmondan azob va jazo tushirib jazoladi. Bu jazoning jinoyatchi qavmga tushishini hech kim to'sib qola olmadi. Rabbining kuzatib turadiganligi to'g'risida. Rabbim bandilarni albatta kuzatib turguchidir. İbn Abbas bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo anglab va ko'rib turdi deganlikdir dedi. Ya'ni Alloh taolo bandalarining qilgan ishlarini kuzatib, dunyo va oxiratda har bir kishining qilmishiga qarata jazo yoki mukofot beradi. Barliq mahluqotlar Alloh taoloning oldiga keltiriladi. Alloh taolo ularning orasida adil hukm chiqarib, her biriga loyiq bo'lgan jazo yoki mukofotni berdi. Alloh taolo kishilarga zulm va nohaqchilik qilishdan pokdir. Rabbi insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Rabbim meni aziz qildi deydi. Rabbi insonni sinab rizqini tor qilsa, u Rabbim meni xor qildi deydi. Hergiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Bir-biringlarni miskinga osh, non berishga targ'ib qilmaysizlar. Mirosni halol harom demasdan ha deb yeysizlar. Molni herislik bilan nihoyatda do'st tutasizlar. Bendining boy yoki faqir qilinishi Alloh taolaning izzatlishi yoki xor qilishi emas, balki bandasiga qilgan siniqi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda ba'zi bandalarning o'zlarining sinoq uchun boy qilinishini Alloh taoloning bizni izzatlishi deb tushunganligini inkor qildi. Chunki boy qilinish hargizmi izzatlanish bo'lmasdan, balki u bir turlik sinoqdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Shundaqla ba'zi kishilar o'zlarining kambag'al qilinishini Alloh taolaning ahanat qilishi deb tushunadi. Shunga Alloh taolo hargiz undaq emas deyish orqali ikkili xil holatdagi kishilarning tushunishining xato ekanligini bildirdi. Chunki Alloh taolo mol dunyoni o'zi yaxshi ko'rgan va yaxshi ko'rmagan har qanday bandasiga beraverdi. Shundaqla yaxshi ko'rgan va yaxshi ko'rmaganning hammasining rizqini o'xshashla tor qiladi. Her ikkili ahvolda muhim bo'lgani Alloh taologa taat qilishdir. Boy kishi Alloh taologa shukr etishi, nomrod kishi sabr qilishi lozimdir. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh.
bendining mol dunyosi haqida yomonlik qiladiganlik to'g'risida. İmam Abu Davud İbn Saidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom men yetimga kepil bo'g'ichi bilan mushundaq turman deb ko'rsatgich barmog'i bilan o'ttir barmog'ini juplab ko'rsatdi. Bir-biringlarni miskinga osh non berishga targ'ib qilmaysizlar. Ya'ni ular faqir miskinlarga yaxshilik qilishga, o'zaro bir-biriga xayr ehson qilishga buyurmaydi. Mirosni halol harom demasdan ha deb yeysizlar. Malni hirislik bilan nihoyatda do'st tutasizlar. Ey g'ofillar! Buningdan yeninglar. Zimin orqa tavirtilgan chaqda Rabbing kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chaqda gunohkorlarning ko'rishi uchun jahannam keltirilgan chaqda shu kunda inson, ya'ni kofir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? U aytadi: "Kashki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu." Shu kunda har ahadi Allohga osiylik qilganlarni Allah jazolagandek jazolamaydi. Hamda hech ahadi Allah bağlagandek bağlamaydı. Ey aram tapqıcı can! Sen Rabbingdan memnun, Rabbing senden razı bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgin, mening jannatimga kirgin. Her bir kişinin kıyamet günü özünün yaxshi yomon qilmishlarining natijasini ko'radiganlik to'g'risida. Bu oyatda Allah Teala kıyamet günüde bo'ladigan qo'rqinchli ahvollardan xabar berib mundaq dedi: Ey g'ofillar, buningdan yeninglar. Zimin orqa tavirtilgan chaqda, ya'ni haqiqatan tog' va ziminlar tüp-tüz qilinib, mahluqotlar qabrlardan qo'pirilib Allah Teala'nın oldida turg'izilganda Rabbing kelgan, ya'ni Allah Teala mahluqotlari orasida hukm qilish uchun turganda kishilar irodalik katta payg'ambarlarning oldiga kelib ulardan o'zlariga shafaat qilishni talab qilsa, har bir payg'ambar men bugun shafaat qila olmayman deb o'zlarini aytishadi. Ular en ahırda Muhammed aleyhisselam'ın oldiga kelishganida Muhammed aleyhisselam men shafaat qilay deb Rabbining oldiga berib o'ziga bandalarga shafaat qilish imtiyozining berilishini Rabbidan so'raydi. Allah Teala onun shafaat qilish imtiyozini berdi. Bu Peygamber aleyhisselam qiladigan shafaatning tunjisi bo'lib, xuddi Sura Isroda bayon qilinib o'tilganiga o'xshash, onun bu shafaat qilishi martabasi maqtiladigan o'rin deb atiladi. Allah Teala bandalar orasida xohlagancha hukm qilishi uchun keladi va farishtalar Allah Teala'ning oldida sap-sap bo'lib keladi. Günahkarlarning ko'rishi uchun jahannam keltirilgan chaqda İmam Muslim Abdullah ibn Mas'uddan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni jahannam har birini 70 ming farishta tutgan 70 ming og'amchi bilan so'rab kelindi. Bu hadisni Tirmiziy shundaq rivoyat qildi. Şu kunda inson, ya'ni kafir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Ya'ni u ilgari keyin qilgan barliq qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? U aytadi: "Kashki men dunyodagi hayot vaqtimda
yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu, ya'ni u kishi agar gunohkorlardan bo'lsa, o'zining gunoh ishlarini qilganligiga pushaymon qiladi. Agar u yaxshi amal ibodat qilgan odam bo'lsa, o'zining yaxshi amal ibodatlarini texmi ko'p qilmaganligiga pushaymon qiladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Ahmed Muhammad ibn Abu Umayri'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Navoda bir inson tug'ilganidan tortib toki qirib o'lgicha yuzini yerga yiqib Alloh taologa taat ibodat qilib sajda qilgan bo'lsa-mu, u qilgan bu amal ibodatlarini qiyomat kuni yanil oz sanaydi. U dunyoga qaytirilib, texmi ko'proq yaxshi amal ibodatlarni qilishini arzu qiladi. Subhanalloh. La havla va la quvvata illa billah. Shu kunda har ahadi Allohga osiylik qilganlarni Allah jazolagandek jazolamaydi. Ya'ni hech kimni Allah Taala o'ziga osiylik qilganlarni azoblagandek azoplamaydi. Hamda hech ahadi Allah bog'lagandek bog'lamaydi. Ya'ni hech kimni Allah Taalaga tanganlarni Allah Taala'nın cehennemge muakkal periştileri bağlagandek bağlayalmaydı. Bu ayetle günahkarlar ve zalimler doğrusudik ayetlerdir. Ama hakikatte çıntığan pak müminlerge mundaq değildi. Ey aram tapqıcı can, sen Rabbinden memnun, Rabbin senden razı bolgan halda onun dergahı qaytqın. Yani sen Rabbinden memnun, Rabbin senden razı bolgan halda onun dergahıga, onun mukafati ve bendiler üçün cenneti tayarlagan nazı nimetle ba tarafga qaytqın. Sen mening yaxshi bendilerim qatoriga qo'shilgin. Yani bu söz u yaxshi kishilarga sakratlik chig'ida bir qitim, qiyomat kunida yana bir qitim deyiladi. Farishtalar sakratlik chog'da va qiyomat kunida bu so'z bilan ularga xush bishorat beradi. İbn Abu Hatem İbn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning ey aram topquchi jon, sen Rabbingdan memnun, Rabbing senden razı bo'lgan holda uning dergahiga qaytqin degan oyati Abu Bakr radıyallahu anhu bab bo'lgan bir so'rinda tushgan bo'lib, buni anglagan Abu Bakr radıyallahu anhu payg'ambar alayhissalomga ey Allohning payg'ambari, bu nima degan yaxshi xo'sh bishorat ha deganda payg'ambar alayhissalom uningga shak shubhisizki bu so'z bilan sana mı xo'sh bishorat berildi degan. La ilahe illalloh Muhammadur Rasululloh. Elhamdülillah. Allah Taalaga şükürler bo'lsin. Shuning bilan sura Fajrning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Balad tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.